Uning barmoqlari tasodifan mening qo'limga tegib ketdi. Bu oddiy teginish edi, lekin vujudimdan elektr toki o'tgandek bo'ldi. Nafasim bo'g'zimga tiqildi. U qo'lini tortmadi. Aksincha, u mening titrayotgan barmoqlarimni o'zining issiq va kuchli kafti bilan sekin yopdi. Men unga qaray olmadim. Agar hozir uning ko'zlariga qarasam, butunlay erib ketishimni, o'zimni yo'qotishimni bilardim. U esa menga yaqinlashdi. Uning nafasi yelkamda kuydirardi. Assalomu alaykum, aziz qadrdonlar. Momoni hikoyalari kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun men sizlar bilan yurakning eng chuqur, eng yashirin torlarini chertadigan, haqiqiy ehtiros va toza sevgi haqidagi xotiramni bo'lishaman. Bu shunchaki hikoya emas. Bu mening qalbimdagi eng shirin, ayni paytda eng titroqli sirim. Agar siz ham o'sha ilk muhabbatning aqldan ozdiruvchi hissini, kutilmagan ehtirosning kuchini his qilishni istasangiz, videoni oxirigacha eshiting. Va albatta like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qani men bilan o'sha sehrli tunlar olamiga sayohat qiling. O'sha yoz hayotimdagi hamma narsani o'zgartirib yubordi. Men 19 yoshda edim. Institutning 1-kursini tugatib, yozgi ta'tilga ota-onamning yoniga qaytgandim. Bizning qishloqdagi hovlimiz katta, mevali daraxtlarga boy, o'ta sokin joy edi. Hamma narsa bir tekis, zerikarli o'tayotgandi. To o'sha oqshomgacha. Qo'shnimizning o'g'li bor edi. Ismi Sarvar. U mendan 3 yosh katta. Biz bolalikda birga ko'p o'ynaganmiz, lekin u so'nggi yillarda poytaxtda o'qir, uni kam ko'rardim. O'sha oqshom men hovli etagidagi eski supada yolg'iz kitob o'qib o'tirardim. Havo qattiq isib ketgandi, lekin kechqurungi shabada biroz salqinlik olib kelardi. Kitobingni ichiga kirib ketma yana. Bu ovozdan cho'chib tushdim. Orqamga o'girilsam, devor oshib o'tgan Sarvar jilmayib turardi. U butunlay o'zgargan edi. Yuzlari qoraygan, yelkalari kengaygan, erkakona bir salobat paydo bo'lgandi. Uning ko'zlarida esa qandaydir xatarli, lekin o'ziga tortuvchi chaqmoq bor edi. Qo'rqitib yubordingiz, dedim men kitobni yopib. Yuragim tez urishni boshlagandi. U supaga, mening yonimga o'tirdi. Oramizda bir oz masofa bor edi, lekin men uning tanasidan taralayotgan issiqlikni sezib turardim. Biz bolalik haqida, o'qishlar haqida oddiygina suhbatlasha boshladik. Lekin uning nigohi gapirayotgan so'zlariga umuman mos emasdi. U mening lablarimga, keyin ko'zlarimga shunday tikilardiki, men xuddi yalang'och qolgandek his qilardim o'zimni. To'satdan u jim bo'lib qoldi. Atrofni faqat chigirtkalar ovozi egalladi. Bilasanmi, Nigina, dedi u ovozi biroz bo'g'iq chiqib. Men seni avval oddiy singlimdek ko'rardim. Lekin bugun seni ko'rib, aql-hushimni yo'qotdim. Sen qachon bunchalik go'zal bo'lib ketding? Mening yuzim lovullab yondi. Men yerga qaradim. Nima deyishni bilmasdim. Shu payt u mening qo'limni ushladi. Bu birinchi ehtirosli teginish edi. Men qo'limni tortib olmadim. Men shu teginishni ongsiz ravishda xohlayotgan edim. Birinchi kutilmagan burilish. U meni supandan ko'tardi. Yur, dedi u. Bu yerda ota-onang ko'rib qoladi. Biz hovli orqasidagi qalin uzumzor ichiga kirdik. U yer qorong'u, salqin va xavfsiz edi. Faqat oy nuri barglar orasidan o'tib, uning yuzini yoritib turardi. Biz eski o'rindiqqa o'tirdik. Havoda ho'l tuproq va uzumning shirin isiri gupillardi. U menga butunlay yaqinlashdi. Ortimizdagi devorga suyanib turardik. Mendan qo'rqyapsanmi, deb so'radi u pichirlab. Men bosh chayqadim. Yo'q, qo'rqmasdim. Ammo hayajondan nafasim qisayotgandi. U yuzini mening yelkamga yaqinlashtirdi. Men uning issiq nafasini terimda sezdim. U mening yelkamdan, so'ngra bo'ynimning ochiq joyidan sekin o'pdi. Bu teginish vujudimda yong'in boshladi. Men ko'zlarimni mahkam yumib oldim va uning ko'ksiga suyangancha titray boshladim. Keyin u mening yuzimni o'ziga qaratdi. Bizning ko'zlarimiz qorong'uda to'qnashdi va u mening lablarimga yopishdi.
Bu bo'lsa shunchalik shirin, shunchalik ehtiyojli ediki, men butun dunyoni unutdim. Men uning bo'yniga qo'llarimni tashladim. Uning barmoqlari mening sochlarim orasiga kirdi. Biz uzumzor soyasida bir-birimizda erib ketgandek edik. Bu shunchaki jismoniy ehtiros emasdi. U mening yuragimga, mening ruhimga teginayotgan edi. Har bir harakatida chuqur hurmat va ochiq muhabbat bor edi. U meni ehtiyotkorlik bilan bag'riga bosdi. Men o'sha tun uning quchog'ida eng xavfsiz, eng baxtli ayolga aylandim. Lekin tong otgach hammasi o'zgardi. Ikkinchi burilish. Ertasi kuni Sarvarning onasi uyimizga chiqdi. Ular Sarvarni shaharga qandaydir badavlat qarindoshining qiziga uylantirmoqchi ekanini, Fotiha to'yi yaqinligini aytib qoldi. Mening boshimga osmon qulagandek bo'ldi. Qanday qilib? Axir u kechasi menga butunlay boshqa narsalarni pichirlagandiku, men xonamga qamalib oldim. Yig'ladim. U meni shunchaki bir kechalik o'yinchoq qildimi? Yoki ota-onasining ra'yiga qarshi chiqa olmaydigan qo'rqoqmi? O'sha tunda u yana devor oshib keldi. Men derazadan qarab turardim. U derazani chertdi. Men ochmadim. U uzoq turdi. Keyin deraza tokchasiga nimadir qo'yib ketdi. Men derazani ochib qarasam, u yerda bitta qizil atirgul va kichkina xat turardi. Ertaga tongda stansiyaga chiq. Agar kelsang, men hamma narsadan voz kechib sen bilan ketaman. Agar kelmasang, ota-onam aytgan qizga uylanaman. Hayotim sening qo'lingda. Uchinchi burilish. Menda tanlov bor edi. Yo oilamning tinchligi yoki o'z sevgim. Men tuni bilan uxlamadim. Tong saharlab sumkamni oldimda yashirincha uydan chiqdim. Stansiyaga yugurdim. Poyezd jo'nashiga 5 daqiqa qolgandi. U perronda yolg'iz turardi. Meni ko'rib uning yuzi yorishib ketdi. U yugurib kelib meni quchoqlab oldi. "Sen kelding", dedi u pichirlab. Men bilardim. Biz poyezdga o'tirdik. Bu men qabul qilgan eng telba, eng xavfli qaror edi. Ammo men zarracha afsuslanmasdim. Biz shaharga keldik. U ijaraga uy topdi. Bizning boshlanishimiz qiyin bo'ldi. Bizda pul yo'q, ota-onamizning duosi yo'q edi. Lekin bizda o'sha uzumzor soyasida tug'ilgan kuchli muhabbat bor edi. Har tun u meni bag'riga bosganda, men o'sha ilk bo'saning ta'mini, o'sha samimiy qaltirashni eslardim. Oradan oylar o'tdi. 4-burilish eng og'ir paytda yuz berdi. Otam bizni topib keldi. U Sarvarni qattiq urdi. Meni esa sudrab olib ketmoqchi bo'ldi. Unga tegmang deb baqirdi Sarvar qon aralash, lekin qat'iy. Men uni qonuniy xotinim qildim. Bizning nikohimiz bor. Otam qotib qoldi. Ha, biz rasmiy nikohdan o'tgan edik. Bu mening o'zimni himoya qilishim, muhabbatimizni qonuniylashtirishim edi. Otam menga uzoq va qattiq tikildi. Uning ko'zlarida ham g'azab, ham ojizlik bor edi. "Endi sening ota-onang yo'q", dedi otam sovuq ohangda va eshikni yopib ketdi. Men yig'lab yubordim. Sarvar meni quchoqladi. "Yig'lama. Biz albatta ularning roziligini olamiz. Men shunday yashaymanki, ota-onang sen bilan faxrlanadigan bo'ladi." Va u so'zida turdi. U tunu kun ishladi. Biz o'z oyoqlarimizda mahkam turdik. Yillar o'tdi. 5-burilish. Biz birinchi farzandimizni qo'limizga olganimizda ota-onam kasalxonaga yetib keldi. Otam nevarasini ko'rib yig'lab yubordi. U bizni kechirdi. Bugun men o'z oilamning chirog'iman. Lekin har yoz havo isib, uzumlar pishganda men erim bilan o'sha qishloqdagi uzumzorga boraman. Biz yana o'sha eski o'rindiqqa o'tiramiz. Va u yana xuddi 19 yoshli yigitdek mening bo'ynimdan o'padi. Ehtiros o'lmaydi. Agar u sof muhabbatga asoslangan bo'lsa, u yillar o'tgan sari pishib, yanada shirinroq bo'lib boradi. Azizlarim, hayotda hech narsa oson berilmaydi. Ayniqsa haqiqiy sevgi. U uchun kurashish, ba'zan qurbonliklar qilish kerak. Lekin agar yuragingiz sizga o'sha inson yagona ekanini aytsa, uning qo'lidan mahkam tuting. Baxtingizni qo'yib yubormang.
Siz qanday qahramonlik qilgansiz sevgingiz uchun? Izohlarda yozib qoldiring. Men o'qiyman. Biz bilan qoling, ehtiros va sevgi hayotingizni tark etmasin.